Tasavvur qiling, dam olish kunlaringizni tongi mana shunday toza havoda, tabiat manzarasida boshlandi. Sizni dam olish kunlaringiz ideal o'tish uchun ajoyib bir maskan topib qo'ydik. Bo'stonliq tumanidagi Chimgan Resortdamiz. Bu yerda siz uchun 27 kvadratdan 54 kvadrat metrgacha bo'lgan kvartiralar sotuvga qo'yilgan. Hozir 2 xonali kvartira qanaqa ko'rinishga ega bo'lishini ko'rsataman. Kvartiringizga kirishingiz bilan o'ng qo'l tarafda sizni ixchamgina oshxona kutib oladi. Bu yerda bemalol ovqat tayyorlab, bu yerda idish tovoqlarni yuvish uchun sharoitlar qilingan. Mana bu yerda bemalol tanovul qilsangiz bo'ladi. Keling endi asosiy xollga o'tamiz. Bu yerda shunday o'tishingiz bilan sizni ixchamgina xoll kutib oladi. Bu yerda farzandlaringiz bilan bemalol televizor tomosha qilasiz. Bu yerda garderob, zarur ashyolar uchun va sizni yotoqxonangiz. Bu yerda bemalol hordiq chiqarasiz. Yotoqxonangizni ichida zarur ishlaringiz uchun mini kompyuter bilan ishlash uchun ozgina kichkina joy qilingan. Sizlar uchun alohida televizor. Yotoqxonangiz o'zida o'ng qismida va chap qismida garderob bor va tabiiyki siz uchun alohida sanuzel ham sizni yotoqxonangiz ichida joylashgan. Chimgan Resortning yana bir qo'shimcha qulayliklardan biri markazlashgan havo aylanish tizimi mukammal yo'lga qo'yilgan. Siz xoh qishda dam olasizmi, xoh yozda dam olasizmi, bemalol o'zingiz kontrol qilsangiz bo'ladi. Qish faslida esa qo'shimchasiga to'pli pol ham bor. Agar qanchadir qismini to'lay olaman desangiz, ipoteka krediti asosida qulay shartlarda ham ushbu kvartiralardan birini sotib olsangiz bo'ladi. Eng muhim ma'lumot, bu joy sizga kuniga $110 dan $130 gacha daromad olib keladi. Agar 15% boshlang'ich to'lovini to'lasangiz, 20 yilgacha 18% dan siz uchun kredit ajratiladi. Qolgan barcha ma'lumotlarni video izohida qoldiramiz. Yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, video izohidagi telefon raqamlari orqali bog'lanib, savollaringizga javob olsangiz bo'ladi. Chimgan Resort haqiqatan ham dam olishingiz uchun ideal tanlov.